kecha internetda shayton yaxu o'libdi degan xabarni o'qigandan keyin butun Xorazmga iftorlik qilib beraman dedim. Palakat o'lmabdi. Yomonga o'lim yo'q deb buvilarimiz to'g'ri aytishgan ekan. Shu hayotda kimdir o'limini kutib yashayman deb o'ylamagandim. Shunaqa yomon odam bo'lib ketdim. Dagestondagi ikkinchi xotinni to'yda o'ynagan birinchi xotin ham ajrashib ketibdi. Ikkalasi ham eriga pashol devoribdi. Kamiga Munisa Rizayeva ham Dubayda qolib ketganlar. Igor of Kalmari serialining davomi chiqarmikan? Geroy o'lib ketdi, endi kimni geroy qilisharmi? So'mi qanaqadir to'g'ri hamma soatimi nebotga qo'yganman. Aytgancha bozorga borib qisqartirib kelishim kerak. Voy, erimmi, naskilarimi? Voy tavba, erimga ham farqi yo'q. Bu joyga tashlab ketaverarlar. Bu ahvolda meni ko'rgan odam точно santexnik deb o'ylasa kerak. Tepadan kimdir tushib ketmasmikan? Shartda ushab medalli, pulli bo'larmidim. Shuncha probka hozir menga nima kerak? Hamma bir-biri bilan urushaveradi, o'tirib gaplashib olsa bo'lmaydi. Usmonovani yangi ashulasi vashi zo'r chiqdi lekin qani senimi qoshi rasmiy o'tganmikan yo bo'yab olganmikan? Pari erimga opa bo'ladi. Mendan kichkina, men singlim deyman. O'zi nima deyishim kerak? To'g'ri, erim ham hamma yo'lga atirlarini tashab ketaveradilar. Shuncha achavot ichida mana bu uksus nima qilyapti? Aytgancha buni Pariga oluvdim, u Pariga tashab kelishim kerak esimdan chiqdi. Endi maza qilib ichaman deb chetdan kollagen zakaz qilsam, ichida cho'chqa bor ekan. Bu dunyoda hech kim va hech narsaga ishonch qolmadi. Darrov shkafimni ochib, lalakuni olib, sostavini o'qib chiqman. Yaxshim, O'zbekistonda shunaqa sifatli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ayollar hech bo'lmasa ko'nglimiz xotirjam ishlatamiz. Uylarni-ku tinchitdim. Endi miyamni qanaqa tinchitaman, maslahat berib yuboringlar.